Ket. Yengilligini zo'r. Bitta tushuntirib bering, aka, nima bu? Bu Ronix brendiga tegishli akkumulyatorli kompressorimiz. Hozirgi kunda avtomobillarimizda kerakli narsa. Shu kichkina zo'r narsa ekan-a? Juda ham ixcham narsa, juda ham kam joy oladi aka. Zaryadkalari bor. Zaryadchiklari o'zini komplektdan chiqadi. Buni qarang aka, ixchamligini. Ko'rsating. Mana. Yoqasini ishlashini qaranglar. Mana. Hozir sizlarda agar avtomashina bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'zining funksiyalari bor. Mana tablosida ko'rsatib turadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi avtomashina uchun. Agar sizlar velosiped yoki mototsiklda bo'lsa, mototsiklni ham ko'rsatadi hammasini. Agar to'p pishirmoqchi bo'lsangiz, to'pni ham ko'rsatadi. Agar sizlarning avtomashinanglarning baloni 2,5 atmosferada yoki 2 atmosferada turish kerak bo'lsa, bu yerda atmosferasini o'zingizlar boshqarsanglar bo'ladi. Mana buni ko'paytirib, kamaytirib, o'zingizlar bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Davleniyasiga. Vaqti zo'r narsa ekan. Nechta pul qilib beramiz obunachilar uchun? Agar siz bilan meni podpischiklarim uchun, obunachilarimiz uchun buni narxini 340 ming so'mdan qilib beramiz. O'zini mana bunaqa zo'r fanallari ham bor. Da. Instagram bitta paqqat obuna bo'lib qo'yasiz, videoga like bosasiz va videoni tagida nomerli aloqaga chiqib, shunaqa narsa kerak bo'lsa, mashinangizga bitta o'qib qo'ying, yaxshi kuningiz, yomon kuningizda baribir kerak bo'ladi.